O'ylagan tushunmaganda. Shuncha o'rgachilikdan ko'ra juda raq kesib o'rmaydimi? Daraxtlar o'tin qilib ko'chada ketayotgandim. Yonimda juda ham ko'p daraxtlar bor ekan. Qarasam, daraxtlarga nimadir qo'yib qo'yilganmi? Qarab qo'yilgan quroli. Qarasam, daraxtga hamma narsani qadab ketish. Masalan, bir qator daraxt ketgan, bir ko'cha bo'ylab 50 tacha daraxt bor. Hammasi mana shu narsa. Bir qator bir narsa nima ekanligini tekshirib ko'rsam, daraxtlarga maxsus mana shunaqa ukol qo'yib ketishar ekan. Endi ukolga o'xshagan. Bunda o'sha o'zini vitaminlari bo'lar ekan. Daraxtga ham suv bermasligi oqibatida yoki shunaqa narsalar sabab bo'lib daraxtdan stressga tushib qolar ekan. Stressga tushib, qurish jarayoni boshlanadi ekan. O'shani oldini olish uchun bunga vitaminli shunaqa nutrientlarga boy ukollar urib qo'yilar ekan. Va daraxt kerakli bo'lgan vitaminlarni olar ekan. Buncha o'rgachilikdan ko'ra juda raq kesib o'rmaydimi? Buncha ukol urib tashishotadimi? Lekin shunaqa tashvish qilib, daraxtlar saqlab qolayotgan ekan. Shaharga e'tibor bersangiz, hamma joyda daraxtlar saqlab qolingan.